Hop, mana bitta 12 olib qo'yganmiz. Yana variant, xudo xolisa. Biz olgan narsalarimiz рабочий silindr oldi. 1 volt spleniya shlanka, mana boltlarni kesib kaltalashtirdi. 20 ga 35 razmer salni oldi. Rejimni oldi, vilka oldi. Mana bitta flajok mana. Flajok oldi. Mana qilib svarkalabdi. Mana bu joyini sekin akkuratni teshib oldi. İşte bu flajok turgan paytda bolt tegmasligi uchun ozgina teshib qo'yiladi. Teshgan joyi hech qanaqa ziyon joyi yo'q, mana bemalol. Bemalol hech qanaqa ziyon qilmaydi. Xuddi mana shunday qilib teshib, yasab, keyin bitta narsa statori ustki kallasini shuni nomiga mana bunday kesib olib tashlaymiz. Ichida balvashkalar turadi hammasi joyida. Keyin mana teshuvni ham kichkinalashtiramiz, quyib mana shpilka qo'yamiz. İşte bu рабочий silindrda turgan paytda mana shpilkada qotib turadi, bunda akkuratni bo'lib. Ishlashi zo'r bo'ladi keyin. Qutulinadi mana shu 12 fonik qutulamiz, xudo xolisa keyin. Mana shunday qilib yasab beryapmiz, xudo xolisa zo'r chiqyapti. Vodiy vohalardan ham telefon qilishyapti, ustalarga tushuntirib beryapmiz, Telegramga video qilib tashlab beryapmiz. Ko'rishyapti, o'zligi yasashyapti, xudo xolisa o'zligi. Chiroyli qilib mana shu variantda yig'ib beryapmiz.